Azizlarim, mana Robiyaxon bilanman. Robiyashkaga biz brekit qo'ydirdik. Уже ikkinchi marta Robish. Voy, shunaqa tish yomon og'ridi, zo'rg'a o'ziga keldi ishoninglar. Men ham xudo xolisa ana taqqan remenini xudo xolisa brekit qo'ydirmoqchiman, nima deysizlar? Marshrut перестроен. Hozir jimtar endi. Brekit qo'ydirmoqchiman, tishim mana. Hamma tekis chiroyli deydi, lekin defektini baribir odam o'zi biladi-da. Shuning uchun brekit qo'ydirish niyatim bor. Nima deysizlar, fikringlarni yozinglar. Robishkaga tepaga qo'ydik, bir pastroy endi Через 200 метров поверните направо, а затем поверните направо. Bitta joy ketyapmiz Robiyashka bilan birga. Ketma-ket ishlarimiz bor Robiyaxon bilan. Yaqinda xudo xolisa Instagramda million bo'ladi. Bilasizlar, Robiya uncha-bunchaga reklama olmaydi. O'ylab, tanlab oladi-da. Reklama olsa ham. Shuning uchun imейте в виду. Поверните направо, а затем через 100 метров. Assalomu alaykum hammaga. Kuninglar yaxshi o'tdimi? Mozam opa menga shunaqa hadya berdilar. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat kattakon. Endi buni sizlar bilan birga raspakovka qilamiz. Birinchi bunaqa молочко ekan. Buni podbaza tipa makiyajdan oldin surish kerak ekan. Bu labga suradigan blesk ekan. Hozir bilan surib ko'ramiz birga. Vau, sahnaga vashshi zo'r ekan. Sahnada yattirlab turadi. Dalish shunaqa pomadalardan berdilar ikkita. Tak, buni ichida qalam bilan pomada bor ekan. Vau, qalam ham takoy mягкий surlargan bor-ku. Vau, buni qaranglar chiroyliligini. Девочки, это идеально. Shampun berib yuboribdilar, rahmat kattakon. Как раз kerak edi. Shima eng yaxshi ko'radigan narsa topinglar nima? Kushon, menga juda ham kerak bo'ladi bu narsa, bilasizlar. Tak, qaranglar qizlar, tanaligimni o'chirdim. Endi tanali surishdan oldin yuzimizni tayyorlab olishimiz kerak. Mozam opam bergan mana bunaqa молочкоdan foydalanamiz. Tak, endi qurishini kutamiz ozgina. Vau, это идеально просто. Men огромный лайк qo'yaman bu kushonga. Men kutmaganim unchalik darajada zo'r bo'ladi deb. Ishim bunaqa tint berib yuboribdilar. O'zi har doim tint ishlataman-da, ishlatsam anaqa quruqshiratib, mana labimni вообще qilib tashlaydi. Bu такой увлажняющий ekan. Juda ham yoqdi bu tint menga. Har doim ishlataman. Direktimni ochib qarasam, hammanglar voy, shunaqa havas qilaman sizga, shunaqa shu yoshingizda shuncha davlatlarga borib sayohat qilgansiz, shuncha davlatlarga borib dam olgansiz deb gapirasizlar, aytasizlar, sizni hayotingizni kuzatib shunaqa mazza qilaman, havas qilaman deysizlar. Bundan juda ham xursandman. Sizlarni chin ko'nglimdan juda ham yaxshi ko'raman. Xabaringlar bor, yaqinda Instagramda 1 million bo'laman. Bundan juda ham xursandman. Shunaqa katta mehribon oilam borligidan men juda ham faxrlanaman. Bunaqa luxury hayotda blogerlarni bizani kuzatib yuribsizlar-ku, havas qilib. Aslida sizlar bu blogerlardan ham, bizdan ham, hattoki mendan ham zo'r bo'lib ketishinglar mumkin. Buning uchun faqat harakat qilishinglar kerak. Mendan kattamisiz yoki men tengdoshimisiz yoki juda ham yoshingiz kattami, umuman farqi yo'q. Harakatda Allohim barakat beradi deb aytadilar har doim ayajonim. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'rganimdan, yaxshi zo'r hayotda yashashinglarni xohlaganimdan, men sizlarni bitta zo'r odam bilan tanishtirib qo'ymoqchiman. Bu opajonim aytadilar-ku, Madina deb. Ana o'shalarning shogirdlari Karima Azimbayeva. Ana o'sha opa juda ham katta ish boshlaganlar. Hozir polni komanda yig'yaptilar. O'zlarini komandalarini yig'yaptilar. Unaqa ko'p odam olmaylar. O'zlari shunaqa ko'chaga chiqmasdan, uyda o'tirib onlayn ishlab, halol daromad qilib, hozirda $5000 oylik topadilar. Siz ham shunaqa pul topsangiz bo'ladi, undan ham ko'p pul topsangiz bo'ladi. Faqatgina harakat qilsangiz. Instagramda o'tirmasdan, TikTokda o'tirmasdan ishlasangiz juda ham katta foyda bo'ladi o'zingizga. Irodangizni mustahkam qilsangiz, juda ham katta daromadga chiqasiz. Karima Azimbayevani ishlarini ketma-ketlikda vнимательно o'rganing. Eng qizig'ini, eng asosiysini aytaymi sizlarga? Aynan meni obunachilarim uchun attiki 10 ta joy berganlar. Men iltimos qilganim uchun menga 10 ta joy berdilar. Sizlar uchun teppa-tekinga shu ishni o'rgatmoqchilar. Albatta ulgurib qolinglar. Tezroq shoshilinglar. Tez ulgurib qolinglar. Bu joylar juda ham tez to'ladi. Hammanglar baxtli hayot kechiringlar. Shunaqa luxury hayotda yashanglar. Hammanglarga shuni tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.